Siz kulib yuribsiz, hamma bilan gaplashasiz, hatto boshqalarga yordam berasiz. Lekin kechasi yolg'iz qolganingizda ichingizda tushuntirib bo'lmaydigan bo'shliq paydo bo'ladi. Eng qizig'i, hech kim buni sezmaydi. Hatto siz ham aniq nima bo'layotganini tushunmaysiz. Masalan, rahmat inson xulq-atvorini, yashirin holatlarini siz bilan birgalikda tushunamiz. O'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying. Yuqoridagi holat yashirin depressiya deyiladi. Ko'pchiligimiz depressiyani noto'g'ri tasavvur qilamiz. Ular hammamiz o'ylaymizki, depressiya bu doimiy xafa bo'lib yurish, yig'lash, hech narsa qilmaslik. Lekin real hayotda depressiya biroz boshqacharoq ko'rinadi. Depressiya ba'zida qush-tirnoq ichida bizda judayam normal ko'rinishi ham mumkin. O'qiysiz, kulib gaplashasiz, hamma bilan oldingidek yashaysiz. Lekin ichingizda og'irlik bo'ladi, charchoq bo'ladi va tushunarsiz bo'shliq bo'ladi. Psixologiyada bu holatni ko'pincha biz yashirin depressiya deb aytamiz. Miyamizda serotonin, dopamin degan moddalar bor. Ular sizni motivatsiyangiz, energiyangiz, xursandlik hissingiz uchun javob beradi. Agar shu tuzum buzilsa, siz yashaysiz, lekin hech nimani his qilmaysiz. Keling, buni aniq belgilarini ko'rib chiqamiz. Birinchi belgisi bu, siz o'zingizni xuddiki rol o'ynayotgandek his qilasiz. Tashqaridan kulasiz, ichkarida esa umuman boshqa holat bo'ladi. Bu emotsional maska deyiladi. Xuddi o'zingizni maska kiyib yurgandek his qilasiz. Ikkinchisi bu doimiy charchoq. Siz dam olasiz, lekin charchoq ketmaydi. Ertalab uyg'onasiz, xuddiki uxlamagandek, xuddiki kechasi bilan ish qilib chiqqandek holat bo'ladi. Bu oddiy charchoq hisoblanmaydi. Bu sizni ichki resurslaringiz, energiyangiz tugayotganining belgisi bo'ladi. Uchinchisi, sizni hech narsa quvontirmaydi. Oldin qiziq bo'lgan, oldin yoqqan narsalar endi yoqmaydi. Xuddi ma'nosizdek tuyuladi. To'rtinchisi, o'zingizni tushuntira olmaysiz. Yomonman ham deya olmaysiz, lekin yaxshiyamman-ku deb ayta olmaysiz. Chunki nimadir noto'g'ri ichingizda. Beshinchisi, hech kimga hech narsa aytgisi kelmaydi. Chunki nima deyishi ham, nimani aytishi ham bilmaysiz. Eng qiyinini bilasizmi? Siz kuchli ko'rasiz. Aynan shuning uchun ham sizni hech kim yordamga muhtoj deb o'ylamaydi. Siz esa boshqalarga yaxshi ko'rinish uchun 2 barobar ko'p energiya sarflaysiz. Bu holatingiz bu sizni zaifligingiz emas, bu sizni miyangiz signali. Men charchadim deyapti. Ko'pchiligimiz bu signalni xuddiki e'tiborsiz qoldirsak, bu o'chadi deb o'ylaymiz. Afsuski, u o'chmaydi, yo'qolmaydi. U faqat chuqurroq ketadi. Yashirin depressiya haqiqiy depressiyaga aylanishi mumkin. Keling, endi nima qilishimiz haqida gaplashamiz. Birinchisi, o'zingizni majburlashga kamaytiring. Men yaxshiman degan roldan chiqishga ruxsat bering. Ichingizdagi holatni inkor etmang. Bu sizni zaifligingiz emas. Agar bu holat sizda davomiy bo'lsa, mutaxassis bilan gaplash bu absolyutni to'g'ri va normal jarayon. Bu sizni eng to'g'ri va ongli qaroringiz hisoblanadi. Video so'ngida sizga bitta savolim bor. Siz aslida o'zi kim uchun yashayapsiz? Agar javobingizda o'zingiz bo'lmasangiz, demak nimadir o'zgartirish vaqti kelgan. Agar sizga shunaqa psixologik videolar qiziq bo'layotgan bo'lsa, kanalga obuna bo'ling. Keyingi videoda yana bir muhim holatni ochamiz. Balki u aynan siz haqingizda bo'lishi mumkin.